Bugungi sotuvimizdagi mashina L9 ga haqiqiy konkurent bo'la oladimi yoki yo'qmi? Kelinglar, birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan mashinalar Depal S09 mashinasi. L9 dagi xuddi uni ham lidari bor, 360 kamera, besключевой dostуп, u narsalarning hammasi bor. Undan tashqari ballonlarga e'tibor bersanglar bo'ladi, Michelin ballonlarda. Mashina 2025-yil endigina 5000 kilometrni bosib o'tgan. Nima uchun mashinani L9 bilan solishtirdim? Sababi L9 da nima bo'lsa, bu mashinada ham hammasi bor. Depal kompaniyasi Chang'an tarafidan ishlab chiqariladi. Hech qaysi zapchasida hech qanaqa muammo yo'q. Ko'rib turibsizlar, bu ham qoraga, значит, o'sha apelsin rang kombinatsiya qilingan, hamma yog'i ko'jadan ishlangan, torpedkalarining usti esa napa materialdan ishlangan. Qo'shimchasiga head-up display, bitta katta display, undan tashqari rulyovoy sistemasini ko'ryapsizlar, hamma narsasi bor. Massaj sistemasiga keladigan bo'lsak, 4 tala sidenamizda Abdov Abagrev massaj sistemasi bor. Orqaga keladigan bo'lsak, orqalarimizda esa kapitanskiy sidenyalar. Kapitanskiy sidenyalarning yana bitta L9 da yo'q narsasi bu o'sha yonga surilib berishi. Agar mashinada mana bunaqa joyini bitta bosadigan bo'lsangiz, jigar deyiladi, inomarka haydada. Xuddi shunaqa jigar deb turib, yotib, dalniy ketadigan bo'lsangiz, вообще maza-yu. Yana bitta narsasi, L9 da bilasizlar 16 dyum bo'ladi ekran. Bunda esa monitorlarni bilmayman 32 talik televizor desa, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Ikkitadan panorama, oldi uchun alohida panorama, orqadagilar uchun alohida bitta panorama. Orqaga o'tirganlar uchun atamankalari bor. Undan tashqari mashinada qo'shimchasiga xolodilniklari ham bor. Nima uchun mashinani yana L9 bilan solishtiramiz? Qarang. Bagaj ochilib yopilishi, avtomatik sistema bo'lishi hozirgi kunda hech qanaqa bir yengillik emas. Bagajni qarang, orqa sidena ko'tarilib turgan o'zida bagajda shuncha joy qo'yapti. Undan tashqari, yana ahamiyat berasizlar, L9 da ham, bunda ham bor narsa bu pnevma podveskasi. Pnevma podveska bu mashinada ham bor. Jigar, eng qiziq tarafini aytaymi? Mashina 0 dan 100 gacha 5.9 sekundda chiqadi. To'g'ri, L9 bu borada 5.3 sekundda chiqib mashinani olib qo'yishi mumkin. Lekin bu mashinaga, haybatiga bu zo'r narsa. Undan tashqari mashina to'laqonli gibrid, elektrda taxminan 250 atrofida yuradi va benzinda esa 1000 kilometrdan ortiqroq masofani bosib o'tadi. Nima deysiz? Bosib o'rgan bo'larmi deysiz? L9 dagi bor funksiyalarning hammasi bu mashinada ham bor. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Oxiri kommentariyada yozib qolasiz. Bu mashinani markabdan kelib xarid qilib ketishingiz uchun tan narxi 47200 va boshlanish to'lovi esa 50% tashkil qiladi. Markabda har biringlarni kutib qolamiz.